Qadrli do'stlar, Shatliq minutlari programmamizdan tarqalgan shatliq kulkilarga sizlar bilan birda hamdam bo'lish damlari bugun yana yetib keldi. Buningdan biz intayin xo'shalmiz. Men riyosatchi do'stinglar Adiljon Abdumov. Shatliq so'rinimizning doimliq va yangi anglag'uvchilari yaxshimisizlar. Qizg'in ham shadamon turmush bakmi ma'nilik va ahamiyatlik. Sizlar uchun radio to'lqinlari orqali yo'llagan o'tliq salomlarimizni qabul qilgaysizlar. Riyosatchi do'stinglar Ben kimdir? Shadiya Xalq. Ben kimdim deb qo'ying. Yana Adiljon deb chiqardi. Men o Adiljon degan men shu Shodiy Adiljon men Shodiya. Qanday do'stlar, salomatlikinglar obdanmi? Kayfiyatinglar yaxshi, yo'llaringlar ravon, ish yo'qatlar joyida ketib boramdi do'stlarimiz. Mana 4:30 bilan naq vaqtida programmamizni boshlab ketdik do'stlar. Xo'sh, buni hozir qana anglag'uch do'stlarimiz sizlarningmi ham programmamizga taklif etish bilan birlikda programmamizni biz bilan birlikda boshqarishgan degan umidimiz. Xo'shallik har vaqt hammamizga yor bo'lsin. Unda hozir qana anglag'uch do'stlarimiz programmamizni hozirdan boshlab qatnashsanglar bo'ladi. Hoş merhamet dostlarımız, öndedarımız XG 1074 FM yeni Şinjan 1074 deb qo'shib olsangiz bo'ladi. Hoş bana başlap ketdik. Ovozli uçuringlarni anglaymiz. Hozir nima ish qilyapsizlar? Radio oldida kayfiyatinglar, qandaroq hissiyotinglarni ovozinglar orqali bilgimiz kelyapti do'stlarimiz. Jalliq uçurib bergaysizlar. Qana marhamat. Kayfiyating yaxshi sening lekin charchadim. O'tirib qaramag'ing bota aslidim. Xo'shallik fursatlar ketmay paytida. Qaqaqlab kulgan bo'lsang o'ngshilaqdan qaytadim. Balkim oldin kulkiga to'lgan do'mishlar, lekin qatnashishdan qilliq bu to'salgan yo'llar. Qatabasımlı julallansa kulsin chiraylar. Go'zal kulkili bilan tang amalga oshsin xiyollar. Radioni aç, riyosatchini saqlaydi. 174 shatliq minutlar endi boshlaydi. Salonimiz 1074 FM. Qo'shildim moda so'rinma qo'shilsam fikr keladi. Hardan 0991 güzellik dilish yotdi zullanmasa qayta urg'in boshlaydi. Har kuni 0991 güzellik dilish 62 qarshi oladi. Xo'shallik bilan hammamiz yurakka qalb tosh yuraklar köklü son bizdeki tilaklar şatlık minutları yar bolsun şatlansın gönlümüz bülekçe şatlık minutları yar bolsun şatlansın gönlümüz bülekçe Riyosatchilik olsa qizida haqqini paranglar. Telefonni qo'limda so'zlayman salonga gapim bahamanglar anglanglar. Xafiliqni qo'y, endi hayotingni so'y. Qalbingda yangrasin bir muhabbat kuy. O'ylanmagan, matligi husmerani ba'da qo'ylab o'rganmagan, varisni yurdi qo'ygan bu yan. So'rab o'tib qolma, qizilchiroqda qolasi jarimani. To'lab bilmagan, bosang yo'llar undidagda. Sizlar baxshamishgan, sen chayning hamda tutdi xumri. Kulib yurgan, odamning ochiq bo'lsin yo'llari, to'shaq bo'lsin pullari, qadah bo'lmay qo'llari, botlanglar, milloq merab tursin qo'ylari. Radioni aç, riyosatchini saqlaydi. 174 shatliq minutlar endi boshlaydi. Salonimiz 1074 FM. Qo'shildim moda so'rinma qo'shilsam fikr keladi. Yurakka qalb tosh yuraklar ko'kli son bizdeki tilaklar shatliq minutları yar bolsun şatlansın gönlümüz bülekçe şatliq minutları yar bolsun şatlansın gönlümüz bülekçe Shatliq minutlari. Bu programmani Şinjan Bo'g'di doktorxonasi alohida qo'llagan. Bo'g'di doktorxonasi. Çimenzar İyimiz çok inat Hoş, mana boshlab ketdik do'stlarimiz. Anglayotganinglar Shatliq minutlari programmasi.
Zarçimiz al, içkimiz şak, inat bertiyar. Şaba. Yusuf, Anlıqçılar bilan yuz ko'rishish. Anlıqçılar bilan yuz ko'rish. Temizlikning gapi deyli. Allah, matsimiz ayol kishimiz diyem o. Olamat. O ayol o uydan bu uyga chiqmoqchi bo'lsa, erini chaqirib ko'targizib chiqirdi ekan buni. Oy, nima gunoh yo'q edi u erdamda? U eri jaynakchilik uruq bir odam ekan. Ash yatadigan uyda etigini qo'pib, denshi ko'rmadi. O boshlab chiqib mehmonxonaga chiqib qo'ydi ekan. Lekin ko'tasi u bir shu yo'g'on xotinni banda. Shuning bilan u uyda birdan densh ko'rib pop, shuning bilan bir bo'ldi tushlik dam olib uxlaymi desa, o boshqa kirib bu tashlab qo'ydi ekan da. Pastki qo'shnilarga har bir yetkigan chaqda turib pastki qo'shnilarning chirg'i pullan. Ya tavrga o'xshaydi, pastki qo'shnilar 3-4 qator pastga tushib chiqdi ekan-chi. Shuning bilan ayta erini chaqirib ko'targizdi. Oho. Bu odamning ismi Matubu degan bir odam ekan. O bularni obdağanlamadım. Şunun olan bu ayoli şu günü vaqirab qapti dashir ko'yib turib. Oy. Ay bir chiqib baqsam. Oy. Oy. Ay Matubul. Oy. Nima oy? Nima bo'ldi? Kiringni miyaqqa kiringlar. Voy voy. Voy og'angga to'y qilib o'tamiz nima oy? Ya qizim. Semirib quluqimni go'shtning ichiga kirkatdimi mening yo. O'nglamas bo'ldi semirib. Voy chaqadim men mayaq kinli. Voy boshroq qo'y kirdim mana men nima? Nima bo'ldi? Voy voy. Voy nim o't. Endi o't taraydi chaqagan. Endi bir ish qilaydi chaqagan. Nima? Jab to'ydim qolgan. Voy bu nim o't qilaversiz. Oran o't tag'in. Oy. Ey. Voy nim bo'ldi medirlab? Nim bo'ldi? Medirlab nim bo'ldi? Ay yanli köyge chiqay degan. O chiqsa. Ma aptap voy joydi jim tuzi buldi sizni ho avar qig'im yo'qda aptap avega uytab ketibdi avega yutgan meni. Aptap demam ne quyosh nur ne bo'lsa yudib yurayman degan esa quyosh nurni qo'qlabman. Oho, taladli yasan bo'ldi qida. Aptap xo'shaqdi Matubu. Soyga bir tashlab qo'yib berib yetib kelsan bo'ldi aptap deb. Hay. Ay bol jiqqa qilmay meni ko'tarib chiqib qo'yaman. Maka. Apash bilan. Oy, tutaldi. Voy gelimni siqib etdim bo'shroq. Oy. Yo. Voy to'xtama bilet chim bo'ldi. To'xtama men karvan yulib olay. Tirib olay ben to'xta. Bak undan termisan bak. Bel. Meni ko'tarmay shu. Nima deydim hava? Ha, chun tutda. Oy, qani mehmonxona. Oy. Manaq mayaq. Oy, yaqimig'ini avoy. Dovxon qilib yo'l boshlab ketar ekan. Odamga ig'irlig'ingda, ma uydan oyga chiqishmi, Urumchidan Sanjiq vaqtida ko'p ketar ekan. Oy, bir buni otlab uytab chiqib boradi. Oy. Qo'ya qo'y mushakma. Oyoqqa sen oyoqqa. Chiq. Oy. Bu. O'zatdingiz ya meni. Og'iz o'tdim deganasini. Manda qachon bir meni lekkin ketiradigan bo'lasiz siz? Voyjon. Yo, oz tamoq ya, urug'lar lekkin ko'taradigan bo'ldim ha. Oho, yetib ya, bir quloqlaringni kirkitibdi ichiga. Burunlaringni ichki mag'zingning ichiga kirkitibdi. Voy, güzel tulmam değil mi? Tınıvatam ichki mag'zing. Tınıvatıman. Bunun işçi turda ichki mag'zingning go'shtning ishchiligi. Ey mana. Burnum mana. Qo'qrasamizlik. Ko'zing manachi? Ko'zning atrofi go'shtlar bol. Oho, xotin. Ha, bo'ldi ha. Ha?
Ben kıyırdım sen ne buldun? Ya ben kıyırdım ya sen birini buluvatsa. Ya kıyırıp kapsız siz. Kıyırıp kapsız. Cuma. Ey, bunda yüzgüçülük değme, met ubulcan. Bağansır kötürenmeye kıvatımsın, uruğu salmam. Kötürenmeye kıvattımı dep, ağrıngıçılık, ben boş bir kavaqtladı, eğirlik götürüşünü meşgılıdığan ekiştik, ha? Oş, meşgıl, bunun da kadar meşgılıdı, kündü meşgıl atmayma bu koyaş nurdu koğlap. O yakın meşgılı. Ya, avazını kıpçatlarmışsın Cuma. Ha, ustamdan bilsin bulup gittin mi ha? Karvat kapparca. Ya. Kündü götürdüğün dursa. Evet, gazap kızdı Cuma, gazap kızdı. Ha, gazap kızdı mı? Abucan. Bek iğir çokan bolsa biz götüreşmiş kişinin buranı tamak demem. Artık götürüşler. Vay o kündülü kötürüp ayadım çıkıp durduğun ayal tursu va. Oysun olsa davamlıq yumurlardan sunumuz köngül aramalaga, ha? Keyfiyatıngla yaxşı bolsun. Zerikip qalmanglar, terikip qalmanglar. Xoşallık yar bolsun. Hadıq çıqıraylı, ha? Muşu birisi bakende bu ikkisining ham xotin. Balasi boshlang'uchning 5-yilligida o'qiydi ekan. Bu ikkisining degini payqa shu matbul bilan iliq xonimning balasiga o'xshaydi. Shuning balasi o'xshaydi. Bir kun hamda bu ma'lum semizlik haqida so'zlab kelib, bularning balasi matbul bilan Abiyam Kuchokanning balasi Xolis xonim Matsauddan so'raydik. Ha, Turay balam sen o'rningdan Matsaud? Ha, nima bo'ldi Maliyam? Ha, Turay bir savol bor, ha? Sening mushu beshingdan bevosita o'tgan bir ish to'g'risida sendan savol so'rayman. Senga eng tushadiganligi uchun savolni sendan so'radim. Boshqa savol. Semizlik o'rindan tursa boshqalardan keng, yoyisi boshqalardan qilin ko'rindi, malam shu olaydik bor. To'g'ri balam, to'g'ri. Apangning o'zini deyding-da. Nima deysiz Maliyam? Opam semiz demakchimi? Ya. Opam semiz demakchimi Maliyam? Semiz degan bu güzellik o. Ay ameliyat ku bu. Opangdek deysiz ku. Ay gapimni anglig'ini sen. Chaqchaqqa bo'lgan Maliyam. Ay chaqchaqqimidim. O'tganda opang bilan bir tor ko'chada uchrashib qolgan. Men keyindan kelyotdim. Shuning bilan opangni chaqirib bir gap qilay deb ismini chaqirasam, "Voy muallim, xapolmay oldimga o'tib, deysingiz o'tgan, men keynimga burilamaydim" deydi. Sen degine, sen deg menga qilmay, sen deg amalik ahvol deb berdim-da senga. Shu opam oshda qiziqchi ham diye. Qiziqchi deb qiziqchilik qilim deb degandi o. Shu qiziqchimikin. Sizin tamaq yegishgandek yusunuz olmamdı, jingnagushdak qilibdi. Bitta yangi yo'q ish kitob cho'kini san jab qo'ygandek turdi-ku, badningiz sizningmi? O'tgan dadam opamga ishta olay deb do'konga kirsa, do'kondor "Ayolingiz nechinchi nomerlik ishdan kiydi" deb so'rabdi-ki, dadam nim debdi bilamsiz Maliyam? Ha, nim debdi? Dadam do'kondor ayolga "Voytang ish qilib, o'rnidan tursa 49 dyumlik televizorning ekranini to'sib oladi uyda, mushundaq kenglikda bo'lsa bo'ldi" debdi-ki, shuning bilan. Ha, demakchi, sizlarning uydagilar opangmi, dadangmi emas qiziqchi demakchi-da sen, shundami? Ya unda demakchi emasman Maliyam. Ha, bo'pti. Semizlik degan o xato ish emas u. Shuning bilan dadang opang ishdan olalibdi, men muhim maslikilli bolam. Ya, olamabdi. Dadam palazdan birini elib, opamga o'z qo'li bilan ishdan tikib berdi-ya, qishliq. Qanday Maliyam? Bo'ldimi endi bijdam turam deyam. Bo'ldi, ota. Akşamışkensin çayının hamda tuttu xumları. Gülüp yürgen adamның açık bolsun yolları. Toşaq bolsun pulları, qadah bolmay qolları. Botlanladılar, mılıq mərab tursun qoyları. Radyonu aç, riyasetçini saxlaydı. 174 şartıq minutlar əmdi başlaydı. Salonumuz 2 1074 FM. Qoşuldum mu dep sorma, qoşulsam türkülü de.